Mahalla rais. Qadrimni biladigan mana milisa men. Kimga borish kerak ayting birinchi? Akbarjon, siz mana shu yerda shuncha xizmat qilib yuraveribsiz. Avvaldan bu yoqqacha xizmatni qildingiz. Endi sizga mana shu sizga borsa bo'ldi, qolgani. Mana bu yoqqa qarang. Men ham bitta narsa aytay. Mana shuni o'g'liga borsin. Shu telpay qulog'ini tushirib yasagan o'g'li bu. Komandir bu. Bu polkovnik emas ekan, o'g'li general ekan. O'g'liga borku. Bizan komandir, bizani duximiz, pulimiz yo'q edi. Ha? Otangga rahmat. Otangga rahmat. Malades, zo'r bo'ldi. Darag'imiz nasib bo'lsa, bitta darag'imiz meva bersa ya ko'klasa, mana shuni o'g'liga. Rahmat. Yaxshi mahalla komanda. Bu babichkasiz u. Aldinki rais kelsa babichkada keladi. Galisiga emas, bu boshqacha. Bittinga olmaysiz bittangizdan. Kimdi? Nima uchun? Menga qarang, o'zbekcha tarix qilaman. Men bilan shart o'ynashmang. Qaysiga to'y qilsangiz, boshqa qilsangiz maslahatga borasiz. Hech qanday bormaysiz. Shunday. Yuzma aytaman. Bor raisga bor, egamiz bor deyman. Top. Otangga zo'r video bo'lyapti-da. Zo'r video bo'lyapti-da. Zo'r. Erkin akam shunday odam. Erkin akam shunday vijdonli odam. Qamaschida milisaga rahmati. Bo'ram milisaga ham aytib qo'ying, Akbarning xizmatini Bo'ram milisaga. Ming Allah. Mashallah. Sizga mana shu yerdan notahdan qo'lguncha suv og'izda. Aka rahmat, meni xursand qildingiz-da. Ana bugun qo'yamiz buni YouTube'ga.